kasallik bo'yicha texnika berdim. Qum alishtirmadilarda, u texnikani olib borib o'sha narsaga ekib qo'ydilar. O'sha tuproqqa o'sadimi? O'zi 14 yildan beri u tuproq hech narsa o'stirmagan. Yana urug' uning ichida nod bo'ladi. Mana bora, oddiy mana shu, men yana shu yil agorodimizda misol keltiraman. Bitta loviya urug'ini ikkita yerga ekdik. Bu yerdagi gurkirab yotibdi. Agorod, ikkinchi agorodimizda bir dona ham loviya chiqmagan. Men oyjon balkim loviya qurigan desam, yo'q, kelin bitta idishlaydi deyapti qaynon. Bitta idishlaydi. Nimaga o'smaydi? Tuproq alishtirish kerak. Ular o'zi mana shu trening kurs bermaganda. Endi tuproq alishtiramiz. Tuproq alishtirish uchun birinchi kuygan vaqtni topish kerak. Men shuning uchun sizlardan kimlar raskopkada o'qimagan, raskopkani bilmaydi, raskopka kursi haqida xabari yo'q yoki raskopka nimaligini bilmaydi dedim. Raskopka birinchi ana shu tuproq qachon kuyganini topadi. Ya'ni men savol berdim. Bu yerga nima bo'lgan, oyijon, adajon dedim. 14 yil oldin eringizni sunnat to'y qilganimizda shu yerda ikkita katta qozonda ovqat qilib berganmiz dedilar. O'shandan beri dedilar, kuygan bu tuproq kuygan bo'lmaydi. Xo'p, tushunarli. Muammo aniqlandi. Demak, tuproq alishtirish kerak. Sizda pul kelmasligining sababi nimada? Nechidir yoshingizda oyingiz bilan aytayotgan, boylarda yaxshilik chiqmaydi. Yuragimni yomon falonchi boy og'ritdi. Dilimga qattiq tegdi o'shani gapi. Ha, siz tuprog'ingiz nima bo'ldi? Mana bu yerdagi boylik haqidagi programma sahroga aylandi. Quridi. Demak, boy bo'lmayman. Nimaga? Boylik yomon ekan. Bo'lsam o'rtacha bo'laman. Nimaga? Boylik yomon. Agar sizda boylik geni bor bo'lsa, mana bu yerda o'zi boylik geni bo'lsa, nima qilsangiz ham qamish o'saveradi-ku, baribir o'sadi. Yomon fikringiz bo'lsa ham o'sadi. Nimaga? Chunki geningizda bor boylik. Agar siz boylik haqida fikringizni o'zgartirmasangiz, keyin nabira ular kambag'al bo'lib qolishi mumkin. Bir xillar pul haqida yomon fikrda bo'lsa ham puli bor. Nimaga? Gen bor ularda. Boylikni geni bor. Men yodimda onam aytardi, falonchiyevlardirdi. Ular boydirdi. Masalan, ham eshitgansiz, falonchilarda ular familiya bilan aytadi. Qarasangizlar, ular hammasi sizdan boy deb tuyuladi. Ular falonchiyev deb biz bo'la olmaymiz deysiz. Bu ham sizni cho'lingizni aniq qiladi. Miyangizda topinglar, qayerda falonchiyevlar bor.